Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni gaplashaman. 10 oktyabrdan boshlab pensiya, nafaqa, hujjat topshirish, qayta hisoblash va to'lov tartiblarida e'tibor berilishi kerak bo'lgan yangi qoida va o'zgarishlar haqida. Bu ma'lumot pensionerlarga ham, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolarga ham, ota-onasi yoki yaqin qarindoshining pensiya ishlarini yuritayotgan farzandlarga ham bevosita tegishli. Men boshdan aniq aytaman. Bunday o'zgarishlarda eng katta xavf odamning huquqini bilmasligida. Kimdir bir dona hujjatni vaqtida topshirmaydi. Kimdir bank kartasini almashtirganini bildirmaydi. Kimdir mehnat stajidagi xatoni tekshirtirmaydi. Natijada pul kechikadi yoki kam hisoblanadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda, amaliy misollar bilan tushuntiraman. Avvallar ko'p ishlar pensionerning o'zi idora yurishi bilan hal bo'lardi. Masalan, pensiya tayinlash uchun odam mehnat daftarchasini, pasportini, ish haqi haqidagi ma'lumotnomalarni, bolalar tug'ilganligi haqidagi guvohnomalarni, harbiy xizmat hujjatini yoki nogironlikka oid tibbiy xulosani alohida yig'ib borardi. Bir idora boshqa idoradan ma'lumot ola olmasa, yana fuqaroning o'zi yugurardi. Natijada ayniqsa yosh katta odamlar uchun bu jarayon og'ir bo'lardi. Endi asosiy yo'nalish shuki, ma'lumotlar ko'proq elektron bazalar orqali tekshiriladi, bank orqali to'lovlar nazorati kuchayadi. Shaxsiy ma'lumotlarning mosligi muhim bo'ladi. Pensiya va nafaqa tayinlashda hujjatdagi xato yoki bazadagi nomuvofiqlik oldingidan tezroq ko'rinadi. Bu yaxshi tomoni. Kimning hujjati toza, ma'lumotlari to'g'ri, bank rekvizitlari aniq bo'lsa, ish tezlashadi. Lekin xavfli tomoni ham bor. Pasportda ism, familiya bir xil yozilmagan bo'lsa, tug'ilgan sana eski hujjatda boshqacha turgan bo'lsa, mehnat staji elektron tizimda ko'rinmasa, odamning to'lov vaqtincha ushlanib qolishi yoki qayta tekshiruvga tushishi mumkin. Men bu yerda vahima qilmayapman. Men sizga real hayotda ko'p uchraydigan holatni aytyapman. Bir qarashda kichkina xato, masalan, Abdullayev bir hujjatda 2 yil bilan, boshqa hujjatda bitta yil bilan yozilgan bo'lsa, tizim buni boshqa shaxs deb ko'rishi mumkin. Yoki ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Lekin mehnat daftarchasida eski familiya qolgan. Bunday holatlarda pensiya hujjatini to'g'rilash talab qilinadi. Birinchi muhim masala pensiya to'lovi endi faqat pulni olish emas, balki ma'lumotlarning doimiy yangilanib turishi bilan bog'liq. Agar pensioner bank kartasi orqali pul olsa, karta muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, bank hisob raqami o'zgargan bo'lsa, bu haqda o'z vaqtida xabar berish kerak. Ba'zi odamlar pensiya o'zi tushaveradi deb o'ylaydi. Yo'q, agar bank tomonidan hisob faol bo'lmasa yoki rekvizit mos kelmasa, to'lov qaytishi mumkin. Masalan, 68 yoshli otaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Kartasining muddati sentabr oxirida tugagan, lekin u yangi kartani olmagan. Oktyabrda pensiya ajratilgan bo'lsa ham, bank kartasi faol bo'lmagani uchun pul tushmaydi. Otaxon esa pensiyamni kesib qo'yishdi deb xavotirga tushadi. Aslida pul kesilmagan bo'lishi mumkin, faqat to'lov yo'li ishlamay qolgan. Bunday vaziyatda bankka borib kartani yangilash, keyin pensiya jamg'armasi yoki mas'ul bo'limga yangi rekvizitni yetkazish kerak bo'ladi. Ikkinchi masala mehnat staji bo'yicha ma'lumotlar. Pensiya miqdori ko'pincha staj, ish haqi va qonunda belgilangan tartiblarga qarab hisoblanadi. Avvallari odam mehnat daftarchasini ko'rsatib, undagi yozuvlar asosida ish yuritar edi. Hozir esa elektron ma'lumotlar, arxiv ma'lumotlari, soliq va bandlik tizimidagi yozuvlar ham katta ahamiyatga ega. Agar siz 1975 yildan 1997 yilgacha zavodda ishlagan bo'lsangiz, lekin zavod yopilib ketgan bo'lsa, arxiv ma'lumotini oldindan aniqlab qo'yish juda muhim. Misol keltiraman. Bir ayol 30 yil ishlaganman deb hisoblaydi. Mehnat daftarchasida ham yozuvlar bor. Lekin bir korxonadagi 6 yillik ish davrida muhr noaniq bosilgan. Buyruq raqami yozilmagan yoki korxona nomi keyinchalik o'zgargan. Pensiya hisoblashda shu 6 yil tasdiqlanmasa, uning pensiyasi kamayib chiqishi mumkin. Agar oyiga 1.000.000 yoki 2.000.000 so'm farq bo'lsa, bu 1 yilda 1.800.000 dan 3 million so'mgacha farq degani. Shuning uchun staj masalasiga mayli keyin ko'ramiz deb qarash mumkin emas. Uchinchi masala yashash joyi va ro'yxat ma'lumoti. Pensioner boshqa tumanga ko'chgan bo'lsa, vaqtincha boshqa farzandinikida yashayotgan bo'lsa,
ro'yxat ma'lumoti o'zgarish bo'lsa, bu ham ayrim to'lov va xizmatlarga ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa ijtimoiy nafaqa, parvarish puli, kompensatsiya yoki qo'shimcha yordam turlarida manzil, oila tarkibi, daromad va boshqa ma'lumotlar muhim bo'ladi. 4-masala, pensionerning ishlashi. Ko'pchilik savol beradi, men pensiyadaman. Lekin ishlasam pensiyam kamayadimi? Bu savolga har doim umumiy javob berib bo'lmaydi. Chunki pensiya turi, ish turi, qo'shimcha to'lovlar va amaldagi tartiblarga qarab farq bo'lishi mumkin. Asosiy prinsip shuki, agar pensioner ishga kirsa, rasmiy ish haqi olsa, bu ma'lumot tizimlarda ko'rinadi. Shuning uchun yashirib yurish, baribir bilishmaydi deb o'ylash noto'g'ri. Rasmiy daromad ayrim nafaqa yoki qo'shimcha yordamlarni qayta ko'rib chiqishga sabab bo'lishi mumkin. Agar sizning pasport ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, mehnat stajingiz avval tekshirilib tasdiqlangan bo'lsa, siz har oy pulingizni olayotgan bo'lsangiz, ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin bu umuman hech narsa qilmaslik kerak degani emas. Men bunday odamlarga ham kamida bir marta o'z hujjatlarini tartibga solib qo'yishni maslahat beraman. Uyda alohida papka qiling. Pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank kartasi rekvizitlari, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, tibbiy hujjatlar, nogironlikka oid xulosa bo'lsa uning nusxasi, turmush o'rtoq vafot etgan bo'lsa o'lim haqidagi guvohnoma, bolalar tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, familiya o'zgargan bo'lsa nikoh guvohnomasi, hammasi bir joyda tursin. Bu oddiy tartib keyinchalik katta muammoning oldini oladi. Birinchi navbatda pensiya yoshiga yaqinlashganlar. Erkak yoki ayol kishi pensiya yoshiga yetishidan bir necha oy oldin hujjatlarini tekshira boshlashi kerak. Aksariyat odamlar tug'ilgan kunim keldi, ertaga pensiyam chiqadi deb o'ylaydi. Amalda esa stajni tekshirish, ish haqi ma'lumotlarini olish, arxivga murojaat qilish vaqt oladi. Agar siz oxirgi kuni borsangiz, pensiya tayinlanishi kechikishi mumkin. Ikkinchi navbatda mehnat daftarchasida xatolik borlar. Masalan, bir ish joyida ishga kirgan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q. Yoki bir sahifada muhr bor, lekin rahbar imzosi yo'q. Yoki ish joyining nomi qisqartma bilan yozilgan, arxiv esa to'liq nomni talab qilyapti. Bunday holatda oldindan arxivga so'rov berish kerak. Uchinchi navbatda familiyasi o'zgargan ayollar. Bu juda ko'p uchraydi. Qiz familiyasi bilan o'qigan, keyin birinchi ish joyiga shu familiya bilan kirgan. Turmushga chiqqach boshqa familiyaga o'tgan, keyin ajrashgan yoki yana familiyasini o'zgartirgan. Har bir o'zgarishni tasdiqlaydigan hujjat bo'lishi kerak. Aks holda mehnat stajining bir qismi boshqa odamga tegishli yozuvdek ko'rinishi mumkin. 4-navbatda nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar. Bu toifadagi to'lovlarda tibbiy xulosa muddati, qayta ko'rik sanasi, o'qiyotgan farzand bo'lsa ta'lim muassasasi ma'lumotnomasi, vafot etgan shaxs bilan qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar juda muhim. Bir ma'lumotnoma kechiksa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Birinchi misol, olim 3 yoshli erkak kishi 25 yil ish stajim bor deb pensiya chiqmoqchi. U 1990-yillarda 2 yil norasmiy ishlagan, keyin 10 yil davlat korxonasida, keyin 8 yil xususiy firmada ishlagan. Davlat korxonasi bo'yicha hujjatlar bor, lekin xususiy firma ish haqi va sug'urta ajratmalari bo'yicha to'liq ma'lumot bermagan. Natijada hisob-kitobda faqat tasdiqlangan davrlar olinadi. Odam men ishlaganman-ku deydi. Lekin tizim uchun ishlaganman degan gap yetarli emas. Hujjat kerak. Shuning uchun har bir ish davri bo'yicha buyruq, mehnat shartnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi yoki arxiv tasdig'i bo'lsa, o'sha foyda beradi. Ikkinchi misol. 7 yoshli onaxon pensiyasini naqd pul shaklida olgan, keyin bank kartaga o'tkazishgan. Farzandi kartani olib qo'ygan, lekin karta muddati tugaganini aytmagan. Pensiya kelmay qolgach, onaxon idoraga boradi. Tekshirsa, to'lov qaytgan. Bu yerda muammo pensiya tayinlashda emas, to'lov vositasida. Men har doim aytaman, pensionerning kartasi, telefon raqami, bank xabarnomalari nazoratda bo'lsin. Lekin pensionerning roziligisiz hech kim uning pulini boshqarmasin. Bu ham huquqiy, ham oilaviy mas'uliyat masalasi. 3-misol. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik nafaqasi olayotgan talaba 18 yoshdan oshganidan keyin o'qishini davom ettiryapti. Lekin ta'lim muassasasidan o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma topshirmaydi. Tizimda u voyaga yetgan shaxs bo'lib ko'rinadi va to'lov bo'yicha savol paydo bo'ladi.
Agar u haqiqatan kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ma'lumotnomani vaqtida topshirishi kerak. Kechiktirsa, o'ziga ortiqcha yugur yaratadi. 4-misol. Nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaroning tibbiy qayta ko'rik muddati 5 oktyabrda tugaydi. U esa shifokorga 20 oktyabrda boradi. Shu oralikda to'lov bo'yicha to'xtash yoki qayta rasmiylashtirish ehtimoli paydo bo'ladi. Shuning uchun bunday hujjatlarni sanani daftarga yozib qo'yish kerak. 1 oy oldin tayyorgarlik boshlash eng to'g'ri yo'l. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik nuqtalarni aytaman. Birinchisi, hamma o'zgarish ham hamma pensionerga bir xil ta'sir qilmaydi. Yoshga doir pensiya oluvchi bilan nogironlik pensiyasi oluvchining holati boshqa bo'lishi mumkin. Ishlayotgan pensioner bilan umuman ishlamaydigan pensionerning holati ham farq qiladi. Shuning uchun qo'shnining gapiga qarab xulosa chiqarmang. Qo'shningizga bir narsa talab qilingan bo'lsa, sizga ham aynan o'sha talab qilinadi degani emas. Ikkinchisi, telefon orqali kelgan har qanday xabarga ishonmang. Pensiyangiz to'xtaydi, kartangizni ayting, kodni yuboring. Hujjatni hozir rasmiylashtiramiz degan qo'ng'iroqlar bo'lsa, juda ehtiyot bo'ling. Hech qachon bank kartangizning to'liq raqami, amal qilish muddati, maxfiy kodi, SMS kodi yoki ilova parolini begona odamga aytmang. Rasmiy idora hech qachon sizdan SMS kodini so'ramaydi. Pensionerlar ko'pincha ishonuvchan bo'ladi, firibgarlar esa aynan shundan foydalanadi. Uchinchisi, ortiqcha to'langan pul masalasi. Agar biror sabab bilan sizga noto'g'ri yoki ortiqcha to'lov kelib tushgan bo'lsa, bu menga omad bo'ldi deb sarflab yuborish xavfli. Keyin tekshiruvda ortiqcha to'langan summa aniqlansa, uni qaytarish talab qilinishi mumkin. Masalan, odam bir vaqtning o'zida 2 xil yordamni olib yurgan, keyin ma'lumotlar solishtirilganda biri noto'g'ri tayinlangani chiqdi. Bunday vaziyatda muammo kattalashmasdan mas'ul idoraga murojaat qilib, yozma tushuntirish olish kerak. 4-si, proksi yoki ishonchnoma orqali pensiya olish. Ba'zi pensionerlar yura olmaydi. Kasal bo'ladi yoki boshqa viloyatda farzandining uyida yashaydi. Bunday holatda ishonchnoma rasmiylashtirish mumkin bo'lishi mumkin, lekin u qonuniy muddati aniq, notarial yoki belgilangan tartibda tasdiqlangan bo'lishi kerak. Oddiy o'g'lim olib keladi degan gap yetarli bo'lmaydi. Ayniqsa bank orqali pul yechishda bankning o'z talablari ham bo'ladi. 5-si, chet elga chiqish yoki uzoq muddat boshqa joyda bo'lish. Agar pensioner uzoq vaqt chet elda bo'lsa yoki doimiy yashash joyini o'zgartirsa, pensiya to'lovi tartibiga ta'sir qiladigan holatlar bo'lishi mumkin. Bu masalada oldindan pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki rasmiy manbaga murojaat qilib, yozma tartibni bilib olish kerak. Keyin men bilmagan edim deyish ko'p hollarda muammoni hal qilmaydi. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, tug'ilgan sana, familiya, ism, otasining ismi hamma hujjatda bir xilmi? Shuni ko'ring. Mehnat daftarchasidagi yozuvlar o'qiladimi? Muhr va imzolar bormi? Ishga kirgan va ishdan bo'shagan sanalar to'liqmi? Shuni tekshiring. Agar xato ko'rsangiz, uni yashirmang, oldindan tuzatishga harakat qiling. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? SMS xabarnoma yo'qilganmi? Karta bloklanmaganmi? Bank ilovasida hisob faolmi? Shularni biling. Agar yangi karta olgan bo'lsangiz, eski karta yopilib. Pensiya yangi kartaga tushishi uchun kerakli rekvizitlar yangilanganiga ishonch hosil qiling. Bankdan hisob raqami yoki rekvizit ma'lumotini olib qo'yish foydali. 3-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Men og'zaki gap bilan cheklanmaslikni maslahat beraman. Agar biror savolingiz bo'lsa, ariza yozing yoki murojaatingiz ro'yxatdan o'tganini tasdiqlaydigan ma'lumotni oling. Masalan, mening ish stajimdagi falon davr hisobga olinganmi? Familiya o'zgarishi bo'yicha qanday hujjat kerak? Bank rekvizitim yangilanganmi? Degan savollarni aniq yozing. 4-qadam, arxiv ma'lumotlarini oldindan qidiring. Agar siz ishlagan korxona yopilgan bo'lsa, nomi o'zgargan bo'lsa yoki boshqa tashkilotga qo'shilgan bo'lsa, tegishli arxivdan ma'lumot olish kerak bo'lishi mumkin. Arxivga murojaatda ish joyining to'liq nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, bo'limingiz, o'sha paytdagi familiyangizni yozing. Qanchalik aniq yozsangiz, javob olish shunchalik osonlashadi. 5-qadam, har bir topshirgan hujjatingizdan nusxa saqlang. Ko'p odamlar asl hujjatni beradi, keyin nima topshirgansiz eslolmaydi. Siz esa alohida papka qiling. Ariza nusxasi, qabul qilingan sana, mas'ul xodim bergan,
javob, ma'lumotnoma nusxasi hammasini saqlang. Bu keyin bahsli holatda sizning qo'lingizdagi dalil bo'ladi. 6-qadam, yolg'iz pensionerlarga yordam bering. Agar mahallangizda yoshi katta, farzandi uzoqda, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan yoki hujjat ishini tushunmaydigan odam bo'lsa, unga tushuntiring. Lekin uning nomidan hujjat topshirish, kartasini ishlatish, pulini yechish kabi ishlarni faqat qonuniy asosda qiling. Yordam boshqa, birovning pulini boshqarish boshqa masala. 7-qadam, rasmiy manbalarni tekshiring. Telegramdagi har bir xabar qo'shnining gapi, bozordagi mish yoki tanishning eshitdim degan gapiga suyanmang. Qonun, qaror, pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari, bank yoki mahalla orqali tasdiqlangan ma'lumotga qarang. Agar tushunmasangiz savol bering. Savol berish uyat emas, huquqini yo'qotish yomon. Men pensionerlarga kichik daftar tutishni tavsiya qilaman. Unda quyidagilar bo'lsin. Pensiya tushadigan sana, tushgan summa, bank kartasi muddati, tibbiy ko'rik sanasi. Ariza topshirilgan sana, qaysi idoraga borganingiz, kim bilan gaplashganingiz, qanday javob olganingiz. Bu daftar oddiy ko'rinsa ham juda foydali. Chunki bir oy o'tib odam aniq sanani unutadi. Idorada esa qachon kelgandingiz deb so'rashadi. Siz daftarga qarab aniq aytasiz. Masalan, 10 oktyabr kuni pensiya tushmadi. Siz darhol vahima qilmasdan avval bank ilovasini tekshirasiz, keyin bankka qo'ng'iroq qilasiz. Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qilasiz. Daftarga 10 oktyabr to'lov tushmadi, bank karta faol dedi. 11 oktyabr pensiya bo'limiga murojaat qilindi deb yozasiz. Keyin masala cho'zilsa, sizda ishchilik bo'ladi. Yana bir muhim narsa, agar sizga og'zaki ertaga keling, keyin bo'ladi. Tizim ishlamayapti deyishsa, buni ham yozib boring. Men har doim hurmat bilan, lekin qat'iy bo'lishni maslahat beraman. Xodim bilan tortishish shart emas. Lekin murojaatimni ro'yxatdan o'tkazib bering. Qaysi hujjat yetishmayotganini yozma ayting. Qachon javob olaman deb so'rash kerak. Birinchi xato hujjatni oxirgi kunga qoldirish. Pensiya, nafaqa, qayta hisoblash. Tibbiy ko'rik, arxiv ma'lumoti bularning hech biri bir kunda mukammal bitadi deb kafolat yo'q. Shuning uchun muddatdan oldin harakat qiling. Ikkinchi xato, mening hamma narsam joyida deb tekshirmaslik. Odam o'z hujjatidagi xatoni ko'pincha faqat muammo chiqqanda biladi. Oldindan tekshirsangiz asabingiz ham, vaqtingiz ham, pulingiz ham saqlanadi. Uchinchi xato, begonalarga ishonib karta ma'lumotini berish. Bugun firibgarlik juda ko'paygan. Pensionerlarning nomiga kredit olish, kartadan pul yechish, yolg'on yordam puli va'da qilish kabi holatlar uchraydi. Hech kimga SMS kod bermang. Hech kimga bank ilovangizga kirish imkonini bermang. 4-chi xato, rasmiy javob olmaslik. Og'zaki gapni keyin isbotlash qiyin. Ariza, murojaat, ma'lumotnoma, javob xati bular sizni himoya qiladi. 5-chi xato, hujjatdagi familiya, sana va ism farqlariga e'tibor bermaslik. Aynan shu mayda ko'ringan farqlar katta kechikishga sabab bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, 10 oktyabrdan keyingi eng muhim talab shuki, pensionerlar va pensiyaga chiqayotgan fuqarolar hujjatlarini tartibga solishi, bank ma'lumotlarini tekshirishi, mehnat stajini oldindan aniqlashi va har qanday o'zgarishni vaqtida xabar qilish kerak. Bu masalada qo'rquv emas, tartib kerak. Kimning hujjati aniq, ma'lumoti to'g'ri, murojaati vaqtida bo'lsa, u o'z huquqini ancha oson himoya qiladi. Men sizga tavsiyamni yana bir bor aytaman. Bugunoq pasportingiz, mehnat daftarchangiz, bank kartangiz, pensiya hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Agar biror xato ko'rsangiz, kutmang, mas'ul idoraga murojaat qiling. Har bir arizadan nusxa oling, har bir javobni saqlang. Sizning fikringiz men uchun muhim. Pensiyangiz vaqtida tushyaptimi? Hujjatlarda muammo bo'lganmi? Bank kartasi yoki staj bo'yicha qiyinchilikka duch kelganmisiz? Izohlarda yozib qolib turing. Bu boshqa odamlarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.